Salom hammaga, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun do'stlar hamma sevib eshitadigan Xurshid Rasulov qo'shiqchimiz haqida gaplashamiz. Xurshid Rasulov janoblari kecha yaqinda Samarqandga to'yga borgan ekanlar. O'sha to'yda Xurshid Rasulov qo'shiq aytyapti, lekin atrofida hamma pul sochishga kelib, ustidan pul sochyapti. Bir $100 sochgani yo'q. 5000 so'mlik sochyapti. Bir pachka 5000 so'm 500 ming so'm bo'ladi. Tasavvur qilinglar, 100 ta bo'ladi, sochadi. Lekin o'sha sochgan payti bilasizlar, tabiiy holat, bolachalar kelib pulga talmashadi. Pul olaman deydi-da. O'sha paytdagi bo'lgan voqeani odamlar ko'rib, g'azablanib ketishdi. Hozir internetda juda ham ko'p muhokama bo'lyapti bu narsa. Bolachalarni kelib bittasi o'tib olganda pul olganiga keyin sochidan tortib bitta qizchani bunaqa sudrab tashlagan. Jahlim pishib ketdi. Chunki meni ham qizim bor. Agar meni ham qizimni kimdir shunaqa qilsa, to'g'ri o'sha yerda o'tirmasdim. Nahotki mana shu qizchani ota-onasi ko'rmagan mana shu narsani. Chunki u yerda Xurshid Rasulov qo'shiq aytyapti-da. Ota-onalar endi indamay o'tirish kerak. Bolasini kimdir o'zib sochidan tortib chiqarib olsa ham yaxshimi shu? Qani bizning o'zbekchiligimiz? Balki mana hozir internetlarda portlab ketdi bu narsalar haqida hamma gapirib ketdi. Ana endi ota-onasi o'sha ba'zi Instagram ishlatadi, ko'rib, sal bo'lsa ham mana ishlamaydigan miyasiga yetib boradi o'sha paytda bo'lgan video voqea deganim. O'zim ham emotsiyaga berilib ketyapman, to'g'risi jahlim chiqyapti. O'sha Xurshid Rasulovni o'zi eshitmayman to'g'risi. Men qo'shig'ini eshitish ham xohlamayman. Ko'pchilik rosa ham yaxshi ko'rib eshitadi, lekin bilmayman, men uncha yoqtirmayman. Xurshid Rasulov o'zi internet tarmog'ida gapirib chiqibdi. Gapirib chiqqanda aytayapti-ki, men u narsadan xabarim yo'qdi. O'sha yerda yurgan odamlar meni odamim emas edi deydi. Qanday seni odaming bo'lmasligi mumkin? Qanday o'sha yerda bunday qo'li bilan moshora qilgan birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda qo'shiq aytib turibdi-da, mana turibdi-ku. Mana yerda bo'lgan voqeani qanday ko'rmaslik mumkin? Mana shu yerda bolachalarni o'g'il otib o'tib, men o'quvchi oldida o'tib, katta to'ylarni ko'rgan, katta davralarni ko'rgan Xurshid Rasulov chiqib aytayapti-ku, men ko'rmadim, men bilmadim, men odam emasman dedi. Agar bo'lsa odamgarchiligi bo'lganda mana shu qo'shiqchini o'sha 5000 so'm olgan balachani qo'liga to'xtab, "Aka, men 10000 so'm" deb qo'shib berardi. Bunaqa darajadagi qo'shiqchilarni nimaga biz hurmat qilib yuribmiz? Kerakmi bizga bunaqa qo'shiqchilar? Odamlar yana borib ustidan pul sochyapti-da. Hamma odamgarchiligi yo'q odamning ustidan. Agar to'ylarimiz mana shunaqangi darajada bo'ladigan bo'lsa, undan ko'ra bo'lmay qo'ya qolsin shu to'ylar. To'g'risida shu qo'shiqchilarni aytmay ham qo'ya qolaylik. O'zi hamma muammo qo'shiqchilar bilan bo'lib qoldi. Bir-biri bilan urishadimi? Hozir sizlarga bir ikkita videolar qo'yib beraman. Mana shu Xurshid Rasulovni qilgan ishiga odamlar fikrini bilib chiqqan. Xurshid Rasulovga nisbatan iliq so'zlaring bo'lsa, bemalol qoldiringlar. Kommentariyamiz ochiq. Do'stlar, albatta like bosishni unutmanglar, chunki bu video tarqalsin nima bo'lsa ham. Mayli qancha ko'rilsin, lekin tarqalsin video. Bu bilan nimani isbotlamoqchi bo'lding? Mana bu videoni ko'ringlarda. Xalq artisti kimsan? Xurshid Rasulov. Bizni otalarimiz hurmat qilgan-a? Qancha insonlar bu odamni havas qilib, bolalarini to'yga chaqirib, ya'ni hamma hurmat qilib kelgan inson. Sen kim bo'lding endi? Tirraqi ustin pul topib qo'yib. Xuddi dunyo sanikidek. Cho'ntagingdan olib, boshidan sochib turgan puling chiqsa $200 ham chiqmaydi. Dalban, sen haddingdan oshib, shunaqa zo'r ekansan, mana pul sochib turganingda yosh qizcha 5-6 yoshli qizchani sochidan tortib olib chiqib ketishdi o'rtadan. Undan ko'ra o'sha yetim yesirlarga, mana shunaqa qizchalarga xalqqa sochidi o'sha pulni. Manqa ko'tingga ursa shipga yopishmaysan bilan. Itotar bilan. O'zingda ham ko'rinmasdan ota mehriga zo'r bo'lib, turban orqasida rivojlanib, bu dunyoga tampon ipiga osilib tushgan nogiron. Sen kimsan bunaqa xalq artisining ustidan kuladigan? $100 chiqadimi, chiqmaydimi? Sochib turganing 5000 talik. Mol bilan. Ming afsuski bugun to'yga chaqirayotgan xonandamizni yoki uning boshidan yog'dirayotgan, sochayotgan pullarimizni ayrimlar yosh bolalarning hayotidan ham, ularning qalbidan ham ustun ko'ryapti. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video tarqaldi. Juda ko'p
ko'pchilik menga o'zingiz bir nima deng deya bir undovchi harakatlarni ham qilishdi. Men mana bu joyda birovning orzu havasi yoki istagi, birovni boshidan pul sochaman, xonandani pulga ko'mib qo'yaman degan niyatini muhokama qilmayman. Zero davlat pulini, milliy valyutasini oyoq osti qilish, hurmatsizlik qilish, yerda sochilib yotishiga javob berdiradigan tashkilotlar bor, qonunchilikda choralar bor. U tomoni bizga tegishli emas. Men faqat mana shu murg'ak qalb egalarining pulni ko'rganda shoshib qolib, mayli ertaga bu nima olib yeyman degan o'ydadir, balki biz ham bola bo'lganmiz, bizda ham bo'lgandir shunday hislatlar. Borib pulni olayotganda kimdir orqasidan kelib qiz bolani sochidan tortishi qanchalik to'g'ri? Biz qachon bu darajaga yetib keldik? Nimalar qilyapmiz? 2 soatlik to'y o'tadi, ketadi. Ana o'sha bolachalarni bir sho'xlik qilishi bilan to'y aslida esda qolarli, chiroyli o'tadi. Pul uchun, xonandaning ko'ziga chiroyli ko'rinish uchun biz haqimizda yaxshi xulosalarni olib ketsin degan o'ylarda balki sodir etilayotgandir. Bu nima degan gap, bu nima degan ahvol? Qachon shu turdagi ahmoqgarchiliklarni butunlay yo'q qila olamiz? Qachon bu illatlarga qarshi o'zimiz kurasha olamiz? Qachon bu illatlarga qarshi shaxsiy immunitet hosil qila olamiz? Qo'ying, qo'yib bering. O'zingiz maza qilyapsizmi? Siz pul sochib maza qilyapsizmi? Hofiz qatori yosh bola ham o'sha pulni terib maza qilsin. Qo'yib bering. Sizga yoqmayaptimi ushbu harakat? Pul sochmang, oyoq osti qilmang pulni va chiroyli o'zimizni milliy qadriyatlarga xos va mos tarzda o'tkazishga harakat qiling. Bu videoni yaqinda to'y qilaman, meni to'yim dovrug'i doston bo'lishi kerak deb yurgan tanishlaringizga albatta yuborib qo'ying. Asabda mana shu videoni hech qachon bitta videoni 2 marta olmagandim. Bittada ishlardim. Lekin asabda, g'azabda shu videoni 6 marta oldim. Gapimga to'g'ri kelmayapti. Mana shu to'y bo'lgan, to'y Samarqand viloyatida bo'lgan ekan. Men o'shatliligiga aytaman, nahot sizlarda bir qiz farzandni, bir qizga bo'lgan mehr shu darajada pastmi akalar? Opalar, meni noto'g'ri tushunmanglar. Mana bu bechora qiz endi egilib pul olmoqchi edi, hali olgani ham yo'q edi, sochidan shu darajada tortib otib yubordi. Bundan oldingi bolachani ham qo'lidan ushlab turib otib yuborgan. Ana bu qizchani umidlari sindi. Dili, ko'ngli og'ridi, bolaligi sindi. Bir travma bo'ldi-da. Ya'ni hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich aytganlaridek o'sha pedofillarga umrbod jazo deyishdi-ku, qamoq. Mana bular ham bir pedofildan farqi yo'q, bir manyak, bir qonxo'r, ya'ni bir vahshiy inson ishida bu. Agar bir normalniy inson o'sha to'yda bo'lganda edi, to'xtab to'ydi deb berardik. Bitta bolachaga shu darajada ozor berib to'y qiladigan bo'lsam, qilmadim, sen kimsan derdi. Akalar, shu videoni tarqatinglar, komment, repost, like, nima qilsalaring qilinglarki, joyiga yetib borsin. Bu qizchani sochidan tortgan iflos manyak ne tolka u dunyoda, mana shu dunyoning o'zida ham jazosini tortsin. Qonun oldida. Topishadi inshaalloh. Bitta yosh go'dedi, ko'ngli sindi-da boru. Bunaqa qilib to'y qilsalaring qilmanglar, boyvachchalar. Kuni kecha Instagramda Xurshid Rasulovning videolari bo'ng'illab ketdi. Hamma yod ustilaridan pul sochganliklari hamda yosh bolalarni itarib yuborishganligi. Men ularni adminlarga aloqaga chiqdim va ularning aloqalari yo'qligini aytib o'tdilar. U ahranalar Xurshid akaning ahranalari emas ekan. Ular to'yxonaning ahranasi. Ular kechqurun uzr so'rab chiqishar ekan. Ichki ishlar prokuratura bu bilan shug'ullanayotgan ekan. Xavotir olmanglar va Xurshid akani bunga gaplari bor ekan, bemalol eshitishinglar mumkin. Iltimos, bilib-bilmay so'kmanglar. Men ham jahlim chiqib kelib videolarni qo'ygandim. Xurshid akaga haqoratli gap yozmadimmi? Jahlim chiqib narsa yozib yuborgandim. 5-iyun kuni Urgutda to'yda bo'lganmiz. O'sha yerda to'yda hali bolachalarni otib yuborgan ekan kimdir. To'yda uni bizni odamlarimiz bu ishni qilmaydi. Avvalo birovni to'yiga borib, birovni bolasini otib yuborishdi, o'zi noto'g'ri. Aytdi, o'sha to'yda egalarining o'zlari qilgan ish u. Shuning uchun deb bilib-bilmay, menimcha analiz qilish noto'g'ri, birovga noto'g'ri hukm chiqarish bilib bilmasdan o'zim aytib beray dedim. Shunga aniqlik kiritib turib, men tilim qisiq bo'lganda yo bir noto'g'ri ish qilgan bo'lganda indamay chekkada o'tirgan bo'lardim. Hozir gapirmasdan, buni gapirmagan. Shuncha kundan beri xizmatlarda bo'ldim, vaqtim bo'lmadi kirgani. Bugun
vaqti bugun bo'lib qolgani uchun unga aniqlik kiritib qo'ydim. Hali blogerlar, sizlardan iltimos ukalar yo singillar qo'yishdan oldin hamma narsaga aniqlik kiritib turib keyin qo'yinglar. U qistirgan bo'lsa to'yda egasi, men uni qistirgin degan joyim yo'q. Yo boshqa to'yga borganingizdan keyin qistirgin demaysiz, boshqa demaysiz. Shuning uchun sizlardan iltimos bu noto'g'ri negativlar yozmanglar. To'yda egasi qistirgan bo'lsa, masalan, o'zini cho'ntagidan qistiryapti, mayda pul qistiryaptimi, yirik qistiryaptimi? U uni problemasi. Lekin u qo'shiqchi hamma qo'shiqchilarga yo san'atkorlarga negativ gapirish noto'g'ri, bilib bilmasdan sizlardan iltimos to'g'ri nima qilinglar gapirganda ham. Birovni bolasini urib bo'lmaydi, urishana tursin, olib tashlab ham bo'lmaydi bitta joyda. Hozirgi zamonda hamma ham ota-ona farzandlarini yaxshi ko'radi. O'shalar qatori biz ham farzandlarimizni yaxshi ko'ramiz. Hurmat bilan Xurshid Rasul ilm, uylaringda yaxshi kunlar bo'lsin, faqat topganlaring yaxshiliklar bo'lsin. Birovga yomonlik tilab bo'lmaydi. Yomonlik tilasangiz ertaga o'zingizga ham qaytib qolishi mumkin. Xudodan hammamiz qo'rqaylik. Sog' bo'linglar. Qo'liga 2000 so'mlik bilan 5000 so'mlikni olib olib, san'atkorning ustidan bittalab sochayotganlar. Bu hech qanaqa san'atkorga nisbatan hurmat belgisi emas, san'atkorga hurmatsizlik belgisi. Va san'atkorlar ham agar mana shunday holat ularda kuzatilayotgan bo'lsa, ularning shaxsiy chegarasini ko'rsatib qo'yish kerak bo'ladi. Chetdan qaraganda shunaqangi bir xunuk holat asti qo'yaverasiz. Bilmayman ular nimani isbotlamoqchi bo'lyapti bittalab pul sochib. Juda hurmatingiz baland bo'ladigan bo'lsa, asta qo'liga borib bering, odamga o'xshab qistiring. Xurshid akani xo'p kim videoga oldi unaqa qilib nima videoni qo'ydinglar? Men tushunmayman. Nosmi bu odam, trezimi tushunmayapman. Katta odam endi xo'p hurmat qilyapti muxlislar, janjalik qilmaylar akalar. Bir kulgim kelyapti, bir yig'lagan soat qaranglar-da, soat. O'sha 11 dan o'tyapti, lekin men yig'lab bor edim. Bir kulyapman, bir yig'layapman. Ko'ringlar bu videoni qanaqasi bu? Tavba, astag'firulloh, nima bo'lyapti odamlarga? Chidolmadim bevafoning zahmiga men. Topolmadim davo ayol makriga men. Topolmadim davo ayol makriga men. O'zing asra shu malomatdan. Uyga Maşallah.